Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi sotuvdagi mashinamiz Darkmoon Blue rangda 2023-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka Cobalt bo'ladi. Hozirgi vaqtda mexanika Cobalt topishdim qiyin. Egalardan gap turibdi avtomobilimiz. Qiziquvchilar bo'lsa, zo'r narxda qo'yib beramiz. Sizlar bunlardan bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'shinglardan chiqarmanglar. Mashinada vobshe rasxod qilib o'tirmaysizlar. Tayyor ekan. Kraskalar ham toza, 91 ming probekda o'zini halol yurgan ekan. Egasini aytishi bo'yicha endi bir xato o'zlari uchun proverka qilib, tekshirtirib asoslab bo'ladi. Xo'p. Black piano aytilgan elde qismi 4 tane toza yumshoq balon. Sosteniyasidan götürsüzü shumka top tim bo'lib turibdi. Umuman shum girmaydi. Salon qismini o'tadan bo'lsak, laminatsiya ishda qilingan, kirilmaslik uchun obshipkalar ham, torpedolar ham ideal sosteniyada qirchiq defektlari yo'q. Rullar o'ralgan, probeklarni ham ko'rsatib o'tsak, 94.434 km yurgan ekan. Metan gaz balonlari bor, oyoq tinda polik, yaxshi chexollar, ustidan nakitkalari bilan video registratorlari ham qo'yilgan. Xullas, mashina zo'r sosteniyada 2023-yil. Kraskalari toza. Yana chexolni ko'rdingizlar, top-toza bo'lib turibdi. Narxi 130 milyon so'm pul bo'lsa beriladi, hurmatli obunachilar. 130 milyon so'm 2023-yil Darkmoon Blue rangda. Avtokredit, barter, hamma variantlar bor. Avtokredit faqat Xorazm viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan chiqadi, hurmatli obunachilarimiz. Boshqa viloyatlar hozircha chiqmaydi. Yana ko'ringlar. Video ostida telefon nomerlarimiz, qiziquvchilar bo'lsa, bemalol Avtomir avtosalonimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Videomizga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar, hurmatli obunachilar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammangizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.